Beruniy tumanida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar izchil davom etmoqda. Xususan, tumandagi Bibozor ovul fuqarolari yig'ini hududida ichimlik suvi infratuzilmasini yaxshilash maqsadida muhim loyiha amalga oshirildi. Qurilish ishlari davomida 16 kilometrlik suv tarmoqlari tortildi, 20 ta yer osti qudug'i qazildi. Shuningdek, zamonaviy suv chuchuqlashtirish uskunalari o'rnatilib, bir dona suv minorasi barpo etildi. Energiya ta'minotini barqaror ta'minlash maqsadida quyosh panellari ham ishga tushirildi. Loyihaga qadar mazkur hudud aholisi ichimlik suvi ta'minotida qator qiyinchiliklarga duch kelar edi. Yangi tizim esa bu muammolarga yechim bo'ldi. Natijada 248 ta xonadonda yashovchi qariyb 1600 nafar aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Inshootning tantanali ochilish marosimida tashkilotlar vakillari, mahalliy hokimiyat organlari rahbarlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Loyiha Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi buyurtmasi asosida amalga oshirilib, Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan boshqarildi va Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Today is a very good day for Switzerland and Uzbekistan's cooperation. Bugun Shveysariya va O'zbekistonning suv sohasidagi hamkorligi uchun yaxshi kun. Bugungi tadbirimiz orqali biz 9 ta turli joydagi chekka hududlarda yashovchi ko'plab odamlarni toza va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlayapmiz. Shveysariya va O'zbekiston suv masalalari bo'yicha juda uzoq vaqtlardan beri, hatto O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon hamkorlik qilib kelmoqda. Biz 20 mingdan ortiq odamni suv sohasi bo'yicha o'qitdik va ko'plab aholiga xavfsiz ichimlik suvidan foydalanish imkonini yaratdik. Shuningdek, biz suvni tejash ustida ham ishlayapmiz. Chunki bilasiz, suv juda ham kam resurs. Shuning uchun suvni qanday tejash, qanday qilib xavfsiz ichimlik suviga ega bo'lish va jarayonlarni qanday boshqarish muhim. Biz ichimlik suv tashkilotlari bilan hamkorlik qilishdan ham juda mamnunmiz. Bu loyiha aslida O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan birgalikda ishlab chiqilgan. Ushbu model muvaffaqiyatli ekanini ko'rib, juda xursandmiz va bugun yana bir bor hamkorlarimiz bilan birga O'zbekiston aholisiga xavfsiz ichimlik suvini yetkazib berishga muvaffaq bo'ldik. O'zbekiston Shveysariya uchun asosiy rivojlanish hamkorlaridan biri hisoblanadi. Biz Markaziy Osiyo mintaqasiga, ayniqsa O'zbekistonga katta e'tibor qaratamiz. Bu juda tez rivojlanayotgan mamlakat. Oxirgi yillarda katta yutuqlarga erishildi va biz bu yo'lda O'zbekiston bilan birgamiz. Bu kabi loyihalar aholining hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida esa bu yo'nalishdagi ishlar yanada kengaytirilishi rejalashtirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Bibozor ovul fuqarolar yig'ini paxtachi aholi manzilida Jizzax viloyatini Manas qishlog'idan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi obod qishloqda bizi ana shu paxtachi aholi manzilidan boshlab, bizi paxtachi aholi manzilini shifrlanmagan uyi qolgani yo'q, remont qilinmagan uyi qolgani yo'q. Hammasi prezidentimizning sa'y harakatlaridan minnatdor, hammasi xursand. Bizning aholimiz sho'r suvdan toza aziyat chekayotgandi. Qarang, endi prezidentimiz buni ham inobatga olib, yana bizni paxtachi aholi manzilimizga ana shunday yuksak inshootni qurib berdilar. Buning uchun bizni paxtachi aholi manzil xalqi juda minnatdor. Har bir uyda kuxnyasigacha kirib bordi suv. Bundan bir 5-10 yil oldin suvni bir 2-3 kilometrdan olib kelib ichgan bo'lsa, endi hech yoqqa bormaydi, o'zining uyidan jo'mrakda tovlaydi, toza ichimlik suv keladi. Qoraqalpog'istonning olis hududlarida amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashda muhim qadam bo'ladi desak aslo mubolag'a emas.